Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar, ahvolingiz yaxshimi? Sog'lommisizlar? Xudo xolasa mana inshaalloh Nomi 325 original motosiklimizdan ham 4 topib kirgan edik. 3tasini sotib bo'ldik. Bitta qoldi. Shuni bir tushirib o'tmoqchi edim. Avtobusni bitta ko'rib olsanglar, sizlar bilan keyin batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Xolis o'rtoqlar, e'tiboringlar markazida original Nomi 325 modelimiz bo'ladi o'rtoqlar. Bu qanaqa replika emas, boshqa emas. Toza 325 kubli radiator axlash yana ishlaydigan, maksimalki 180-190 plyus yuradigan haqiqiy sifat Xitoy mototsikli bo'ladi aka. 4 ta zakaz qilgandik. 3tasiga klient tayyor edi. Bitta klientimiz отказ bo'lib qoluvdilar. O'zimiz rastamashka qilib olib kirib, sizlar uchun sotuvga qo'yib yuborib qoldim, xudo xolasa. Beriverishni vilkalarda okalar, lekin juda ham motor mягкий, original ishlaydigan. Hozir original yo'lovchi qanaqa bo'lsa, mana o'sha sifatda mana shu texnikada ko'rasizlar, xudo xolasa. Apparat ABS sistemada ishlaydi, traction kontrollari bor, injektor motor, 2 silindrli LCD displeylarda, xudo xolasa mana bitta ko'ringlar ishlashini. Okeylar, bu 325, toza 325 kub. Xitoy 405 bilan o'lchaymizlar, takki choyini ichirib yuboradi bu narsa, xudo xolasa. Ancha-muncha mashinalar razgonni ham damini berib, chiroyli sizlarga xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Rasxodda 4-4,5 ta yeydi okalar. Bunga polnisi bitta vixlib taqilsa, ovozlari shunaqa yoqimli, chiroyli bo'ladi inshaalloh. Bitta dona qolgan o'rtoqlar, $4,500 dona, xudo xolasa bir nima uchun kuning ham interesga qilib beraman, gulishtir deganda, xudo xolasa. Kelaverasizlar o'rtoqlar. Polni o'zimda 2 oylik kelaverasizlar inshaalloh. Pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, o'zim bonus qilib inshaalloh xizmatinglarni qiladigan qilib, chiroyli qilib tayyorlab, polni tuning ham qilib beramiz, xudo xolasa. Apparat shu spravkada bir kunda nomingizga dokument chiqarib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kuningiz xayrli o'tsin.